36 oy muddatgacha foiz va penalarsiz bo'lib to'lashga nima deysiz? Videomizga like bosib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Pastda Telegram kanalimizda linki bor. Shunga o'tsangiz, aynan siz uchun udobniy bo'lgan grafiklarni tashab turamiz. Hozir bo'lsa men sizlarga mashinani qisqacha obzorini qilib beraman. Avtomobilimizning oldi qismiga ahamiyat beramiz. 25-yil trend bo'layotgan mono qosh, juda ham bir derskiy vid. Pastda mana adaptivniy faralari, rulni qaysi tomonga bursangiz, o'sha tomonda yoritib beradi. 20 li diska balon McPherson amortizatsiya sistemasi sizga yo'lda qulaylikni yaratib beradi. Oldi qismiga ahamiyat beradigan bo'lsak, avtomobilimizning oldi qismida obduf, обогрев, elektroregulirovka sideniya bor. Akustika sistemasi Sony. Avtomobilda 12 ta Sony akustika tizimi mavjud. Orqa qismlari ham juda keng. Avtomobilimizda yana salon podsvetkalari mavjud. Mana endi avtomobilimizning bagajnik qismiga o'tamiz. Bagajnik qismi ham xohlasangiz buni ko'tarib qo'yib, avtomobilda 7 kishi ketsa ham bo'ladi. Oilaviy safarlarga juda ham bir zo'r bo'lgan variant. Xohlasangiz mana buni tushirib qo'ysangiz yoki ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Orqaga 2 ta kishi bemalol sig'adi. Ko'rib turishingiz mumkin. Avtomobilimizning bagaj qismi elektronniy ochilib yopiladiganda hamda bunda zashita tizimi mavjud. Endi esa avtomobilda oldi qismiga o'tamiz. Ko'rib turishimiz mumkin, avtomobilning oldi qismi juda ham bir bogatiy qilib ishlatilingan. Napa koja, alkantara bilan kombinatsiya bo'lgan salon. Ko'pincha crossover avtomobillarida panorama tom bo'ladi. Bu avtomobilimizda panorama lyuk. Bu degani lyukimiz ham ochiladi. Ko'rib turishimiz mumkin, panorama lyukimiz ochilyapti. Bu ikki pog'onada yana bir marta knopkani bossak, oxirigacha ochiladi. Juda ham keng. O'zini setkalari mavjud. Tevasida ahamiyat beringlar monitorga. 15.3 dyumli juda ham tiniq bo'lgan AMOLED monitor, Snapdragon protsessori bilan jihozlangan. Qatimiyda ishlashlari ham tiniq. Avtomobilimiz tayyor rus tili qilingan. Xohlasangiz buni o'zbek tili ham qilib olsangiz bo'ladi. Sizga tayyor zavoddan o'zbek tilini yozib berishyapti. Yaxshi emasmi? Ahamiyat berishimiz mumkin. Avtomobilimiz juda ham uzun, keng, 4 metr 92 santimetr, 7 o'rindiqli. Oilaviy safarlarga yoki bironta joyga boraman desangiz ham juda ham qulay. Orqa o'rindiqlari keng, orqa bagajniklari elektroprivodda ochilib yopiladigan. Avtomobilimizning klirensi 20 santimetr. Ya'ni bu yengil off-roadlarda ham avtomobilda ekspluatatsiya qilsangiz bo'ladi. Avtomobilimizni Farg'ona Suis rasmiy dileridan hoziroq xarid qilsangiz bo'ladi. Buning uchun pastda to'liq ma'lumotlarni yozib qoldiramiz. Avtosalonimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 7 gacha dam olish kunlarsiz o'z ish faoliyatini davom etadi. Kimga to'lov turlari, grafiklari qanaqa qilib olib chiqib ketish qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.